Javobgar To'pidon MCJga nisbatan 53 million 900 ming so'm moliyaviy jarima qo'llansin. O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori. Agar siz ham mana shunaqa katta shtrafli to'lashni xohlamasangiz, albatta sertifikatni o'zini vaqtida qilib qo'ying. Men 2018-yil olgan edim, 2023-yilgacha amal qilish kerak edi. Men bu borada respublika hududi gaz bilan birgalikda prokuratura qoshida o'tkazilgan anjumanlarda ishtirok etdik. Sirdaryo viloyatida ancha-muncha xonadonlarga olib borib kotyollarni o'rnatib berdik. Gazdan ancha iqtisod qildik. Juda katta rahmat. Bir kunda bilindi ekonomichligi. Hammadan oxirgi tochkagacha issiq yetkazdiryapti. Oldingi katyolingizni yetkazarmidi, yetkazmasmidi? Yo'q, yetkazmas edi. Endi issiqligi zo'r. Sertifikatni muddati o'tgandan keyin menga sertifikat berishmadi. Sababi texnik reglament talablariga javob bermas ekan. Mana mashkat yo'li texnik reglament talablariga javob beradi deb olinglar. Lekin bitta savol bor. O'zbekiston aholisini 60-70% xonadonlarida isitish tizimi texnik reglament talablariga javob beradimi? Aslo yo'q. Chunki ko'pchilikning uyi sistemasi mana haligacha boramiz, kuniga 20 tacha odam telefon qiladi. Borsa, o'sha temir turbalardan qilingan chugunli batareyalar turibdi, boshqa. Agar mana shu katyolni o'sha sistemaga qo'yadigan bo'lsak, 1 yilda ichi to'lib ishlamay qoladi. Shuni hisobiga mana shu katyolni yechim qilib beryapmiz, lekin gazdan ancha iqtisod qilyapmiz. Endi yana bitta narsaga to'xtaladigan bo'lsak, agar bu katyolni qo'yiladigan bo'lsa, sistema отоплениясini ham noldan qilish kerak. Bu degani taxminan 5 ming $6 ketadi. Polni uyini отопление qilib, keyin katyollarni almashtirishga. Hozir biz qilayotgan ish misol uchun $400 atrofida bityapti. Misol 4,5 million atrofida bitta katyolni olib borib qo'yib, подключениясigacha qilib beryapmiz. Tag'in mana bunaqa avtomatik garelkalari bilan. Bu ham texnika bezopasностьligiga javob beradi. O'zi o'chib, o'zi yonar ekan. Avtomatik. Ha, xavfli emas-da. Avtomat garelka o'zi o'chadi, o'zi yonadi, gaz ketib kelganda is gaz chiqarib yotmaydi, lekin mana shu narsani ham tegadachiga yo'q deb aytishyapti. Texnik reglament qarorlarini chiqaradigan okalar, shu narsani ham yana bitta boshdan ko'rib chiqsanglar yaxshi bo'lardi. Chunki xalqqa ham jabr bo'lmaydi. 5 ming $ga bitadigan ishi o'sha $400-450 atrofida bityapti. Bu ancha xalqqa yengillik deb o'ylayman. Tadbirkorlarga keladigan bo'lsa, mana bunaqa katta shtraflar bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki bitta katyolning narxi mashinasi 1 million so'm 800 ming so'm atrofida turadi. Biz 53 million 400 ming so'm shtraf to'lash uchun bunaqa katyoldan nechtasini sotishimiz kerak. Ya'ni bitta katyoldan o'zi 50 ming so'm, 100 ming so'm, borani 200 ming so'm foyda qiladigan bo'lsak, unaqada nechta katyol sotishimizga to'g'ri keladi. Mana shu narsalarni ham bitta o'rganib chiqsanglar, juda xursand bo'lardik.